Assalomu alaykum. Ushbu loyihamiz Qo'qon bank xizmatlari markazi hamkorligida amalga oshirilgan loyiha bo'lib, bu bo'yida tumanda joylashgan Jilva mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan bir kontor bir mahsulot tamoyili asosida amalga oshirilmoqda. Bu yerda 10 gektar yerga erta pishar tarvuz navini ekilgan. Bu tarvuzlarni loyiha tashabbuskori agregatorimiz Yashnarobod Lider Group MCJ rahbarlari Abdurahimov Nurali aka orqali amalga oshiramiz. Joylashgan joyi Bo'yda tuman Jilva mahalla fuqarolar yig'ini. Umumiy maydoni 10 gektar, kontur raqami 171. Bu Bo'yda tumanining Jilva mahalla fuqarolar joylashgan 10 gektar yerga 56 kishiga lot orqali ijaraga berilgan bo'lib, natijada 56 ta aholining bandligi ta'minlanadi. Bu yerda asosan yer tayyorlash uchun 10.250.000 xarajat qilindi. Ko'chat urug'olish uchun 5,5 million so'm, ekish xarajatlari 7,5 million so'mga tushdi. Mineral o'g'it hamda boshqa ximikatlar qo'shilganiga 12.250.000 so'm, agrotexnik tadbirlarga 10 million so'm va boshqa xarajatlarga 6.750 million so'm. Yig'ib olish xarajatiga ham 7.750.000 so'm xarajat qilingan. Jami xarajatlarimiz 60 millionni tashkil etadi. Bundan ko'riladigan natijamiz, erishiladigan natijamiz mavsum davomida 10 gektar yerdan yetishtirilgan mahsulotimiz 348 tonna mahsulot olamiz. Umumiy daromadi 1.750 million so'mni tashkil etadi. Shundan 1 gektardan 175 million so'mdan daromad qilish ko'zda tutilgan. Top bo'yida 1.690.000 so'm tashkil qiladi. Shunda har bir fuqaroga 31.300.000 so'mdan daromad keladi. Ba'zi aholi soni 56 kishi nafar tashkil etadi.